bir oyda 85 kilo. Ha, to'g'ri eshitdilar. Bir oyda tirik vesiga 85 kilo mollarimiz ves qo'shyapti. Assalomu alaykum Sardor O'zkan, hurmatli tomoshabinlar. Men sizlarga Andijonda hozir Qo'rg'ontepa Qorasuviga kelib, bu yerda ko'radigan bo'lsangiz, mana 63 ta molimiz bor. Uni qanday boqishyapti va uni yo'llarini hammasini sizlarga ochib bermoqchimiz. Mol boqib turgan inson hozirgi paytda eng boy inson bo'lib qoldi va xudo xolasa sizlarga ham niyat qilgan bo'lsalar, inshaalloh mana shunaqangi mollar boqish nasib qilsin hammamizga. Va ushbu mollarimizni mana rejimlari qanday boqilyapti, ular haqida va uni davomida nimalarga ahamiyat qaratishyapti va ular haqida batafsil sizlarga video davomida bo'lishmoqchimiz. Va albatta ushbu video siz uchun bo'ladi. Shuning uchun manfaatli bo'lgan bo'lsa bitta like bosib qo'ying va videomizni oxirigacha tomosha qiling. Bo'lmasa ketdik. Mollarimizni qanday boqishyapti? Bular haqida bizga Oxin akamiz. Assalomu alaykum. Qalay, charchamayapsiz? Hat soddagina o'zbegim. Aka, salomlashib oling obunachilarga. Assalomu alaykum, obunachilar, yaxshimisizlar? Tuzingiz, charchamayapsizlar? Hozir akamizlar xudo xolasa bor sirlarni ochadilar, inshaalloh. Aka, chiroyli qilib. Xo'p, Oxinjon aka, bu yerda asosan sizlar qaysi mol zotlaridan boqasizlar? Aka, biz asosan qirg'iz mollaridan boqamiz. Qirg'izdan o'tib, xudo xolasa zo'ro baqilgani uchun, zo'ro chidamli turgani uchun. Oyoq og'rimaydi, shuning uchun zo'ro baqamiz. O'shaning uchun ham videolarda ko'p aytaman-da aka, Qirg'iziston buqani boqqan biladi, boqmagan o'zi biladi deb aytaman. To'g'ri aytasiz aka, to'g'ri. Xo'p, Qirg'iziston buqalarini immuniteti yaxshi bo'ladi va tog'larda yurishganligi uchun, onalarni to'yib emishganligi uchun Qirg'izistonda men ko'p ko'rganman. Mollar tog'dan qaytadi kechki paytga, sog'ib olinadi, shu bilan ertalabgacha onalari bilan birga bo'ladi. Va ertalab ona bu tomonga, bolalari bu toqqa qarab haydashadi. Ana shu tartibda boqilganligi uchun suyaklari zo'r yetiladi. Endi bu yerda hozir zot haqida mavzu ketmayapti. Faqat biz hozir boqila turgan zotlar haqida gaplashmoqchimiz. Demak, Qirg'iziston buqalaridan asosan boqasiz va qaysi tartibda boqasiz? Oddiy baqamiz aka, shu oddiy yem, kunjara, kepak, sho'rg'a silos beramiz aka. Yana ko'proq ikol beramiz. Mol yasashdan qilamiz. Yine o'zgarmagan mollarimizga, yine semir akalarga oqsillar foydaliligi uchun shundan qilib kelyapmiz aka. Xudo xolasa, endi hozircha natijalar zo'r. Zo'r. Endi inshaalloh xudo xolasa 3-chi qilsak, yana ham go'shtlari o'ta ham qizil chiroyli chiqadi deyapti. Endi hozir biz 2 marta qildik. Biz Miyosda ishda qilingan mollarda biz so'yib ko'rsatdik. Qossob akalarimiz to'g'risi talashib qolishdi ham. Kerak bo'lsa, go'shtlar shunaqangi miramirni bo'lib chiroyli chiqdi, ham yog'lari juda ham kam chiqdi. Shuning uchun siz Miyosda ishda qayerdadir ko'rdingizmi yoki biror kimdan eshitdingizmi yo biror kim tavsiya berdimi? Biz aka TikTokda ko'rdik. Bitta akam chiqdi, ikkita limuzin buqasini ko'rsatib turib, 80 kilodan o'zgar dedi. Bo'ldi, endi biz ham meni to'g'risi ishonmadik. Ishonmasdan endi akam ko'rib turib boshlig'imiz ikkita buqaga qildingizmi? Ikkita buqaga qildik. Ikkita buqamizga olib kelib qiluvdik. Sinamoq uchun birinchi o'rinda shuning uchun aytaman, har bitta holatda birinchi o'rinda aytib o'taman. Bitta bo'lsa ham molingizga bir dona olib bo'lsa ham qo'llab ko'ring, ana undan keyin natijasini ko'ring va albatta bitta narsani esdan chiqarmang. Birinchi o'rinda siz ichki tashqi parazitni qilgan bo'lishingiz shart bo'ladi. Xo'p. Mana bu qaysi buqa? Mana shu. Monisiga qildik, keyin monisiga qildik. O'rtada bunisi bir marta birinchi oldi aka. Xudoga shukr 60 kilo, monisi 70 kilo o'zgardi, monisi 60 kilo o'zgardi aka. 60 kiloga 70 kilo. 70 kilo bo'ldi, 60 kilo bo'ldi. O'zgardida keyin ikkinchisi kelganda yashilib bo'ldi. Uni qilmadik. Orada o'tib ketdi, mana uni o'ziga qildik. Keyin bu ikkinchisida 55 kilo o'zgardi. 55 kilo o'zgardi. 55 kilo o'zgardi. Chunki kunlarimiz psixologik anaqa bo'lib qo'ygani yashaklik 55 kilo. Endi xudo xolasa hozir uchinchisi oldi. Bu yashilib qoldi. Yashilib qoldi. Buni qilmadik. Uchinchisini qanaqaligi qiyin bo'ldimi? Og'izlari ko'p bo'lib tuyoqlari. Og'izlari ko'chib ketdi aka. Ko'chdi. Shuncha qilmadik. Oldingi yashurlardagidan hozirgida farqi bo'ldimi, bo'lmadimi? Hozirgisi jicha yengilroq o'tdi. Yengilroq o'tdi. Unaqa qiynalmasdan. Sababini bilasizmi nimaga? Menimcha Miyosda eshitdi, oqsillar ko'proq bo'lsa kerak shekilli. Miyosda eshitdi, yana bitta foydalari bor. Sizlarga bir qator sanab o'tib ketaman. Immunitetni ko'taradi. Birinchi o'rinda. Har qanday kasallik kelishidan kelgandan keyin ham bemalol tezroq yengib o'tib ketishi mumkin bo'ladi. Immunitet undan keyin tana vazniga, ishtahaga va tulashlari o'zining holatiga qaytib kelishiga juda ham hazm jarayoniga yordam beradi va shuni qatorida mana semirtirish uchun bo'lsa, mollar semiradi. Agar sut yo'nalishida bo'lsa, sutlarni ko'paytirib beradi. Sut ko'paytiradi. Sutlarni ko'paytiradi.
Xo'p, undan tashqari o'sha bo'y-bo'yiga yetmay qolgan mollarni juda ham zo'r natijaga yetkazib beradi. Va shuning uchun men sizlarga qo'rqmasdan tavsiya qilaman. Miosta H'da yana bir afzalligi bor. Mana bu yerda ikkita negativlar bo'lishi mumkin, garmon degan. Agar bunga ximiya qo'shilgan bo'lsa, bir tomchi bo'lsa ham, mana bu halol sertifikatda hech qachon berilmasligi kerak edi. Endi agar siz shuni ko'rib turib ham, agar buni harom yoki nimadir deydigan bo'lsangiz, o'zingiz bilasiz. Xo'p, aka, demak hozir bu yerda hamma molimiz xudo xolasa Miosta oldi. Oldi xudo xolasa. Hozir 39 ta eski ukalarimiz bordi, masjiddan bu yog'i meniki oldi. Bular ikkinchisini oldi xudo xolasa. Ikkinchisini oldi. Endi muammolarni yaqinda olib keldik. Birinchi sanaga to'g'rilab turib, mana bugun 3-kun aka 24 ta molimiz bor, yangiga Qirg'izdan keldi. Yangi partiyalar bular. Yangi partiya xudo xolasa. Endi bunga birinchisini qildik aka, xudo xolasa. Endi xudo xolasa kelasi anaqa iyul birinchisiga tortamiz. Ya'ni natijani yana ham xudo xolasa ko'proq kutyapmiz. Zo'r. Aka, manularingizda mollar necha kilodan o'zgardi? Aka, bularimizdan xudo xolasa 55 kilo, 60 kilo, 70 kilogacha o'zgardi aka. 80 kilolik, 85 kiloliklar ham bor. Bor. Xudo xolasa orasida bor aka. Endi monovo demaymiz, oralarda chiqadi. Endi hozir o'rtacha go'sht narxi necha pul bo'lyapti trigbesiga? Hozir 105 ming so'm bo'lyapti. So'yib olish aka. So'yib olish 105 ming so'm. Biz sotayotganimiz 62 ming. Bor 60 mingdan hisoblang aka, 50 kiloni hisoblang. 60 mingdan 50 kilosi hisoblanadigan bo'lsa ham hozir 3 million so'm pul bo'lyapti. 3 million so'm pul bo'lyapti. Endi o'rtacha 2 mahal yem rejimi, to'g'rimi? 2 mahal yemaydi. Ertalab kechqurun. Ertaman kech payti. Bundan tashqari yana nimalar berasiz? Oddiy pohol somon beramiz, beramiz shu suv. Siylis. Bo'lsa, juda ham zo'r. Demak, obedki mahali, suv ichish mahalidan o'tishdi va mollarimizni ko'rishingiz mumkin. Endi qator bo'lib mana yotishni boshlashdi. Chunki biz kelganimizda mana suv berilib turgan jarayon bo'ldi va suvlarni ichib olib, mollar xudo xolasa qorni to'q, kavushlarni qaytarib turibdi. Bu albatta birinchi o'rinda sog'lomligini bildiradi, ikkinchi o'rinda qorni to'qligi uchun mana mazza qilib, xotirjamlikda endi semirishyapti. Demak, o'rtacha hisoblaydigan bo'lsak ham, misol uchun 60 kilo o'rtacha sredniy olyapti deganimizda ham kuniga 2 kilodan trigves qo'shyapti. Bu juda ham zo'r rezultat, ayniqsa Qirg'iziston buqalarida. Chunki Qirg'iziston buqalarini ko'rib o'tadigan bo'lsangiz, 1.7, 1.5 dan shu 1.2 dan 1.7, ya'niki 1 kilo 700 grammgacha semiradi, 1 kilo 800 grammgacha semirganlari bo'lgan. Mana hozir xudo xolasa Miosta H'dan keyin esa 2 kilo va undan ortiq. Biz endi o'rtacha sredniy bo'lyapmiz. Bu yoq bu yoq qo'yig'i, suyug'i. Demak, boqilish rejimi juda ham oddiy, kepak, kunjara va shu tartibda o'sha sizlar qanday boqib turgan bo'lsangiz, ana shunday, to'g'rimi? Xo'p, Miosta ishlarida qildilaring, ichki tashqi parazit qilindi, to'g'rimi? Qilindi va mollarga mana ko'ramiz, xudo xolasa boqilish usuli juda ham oddiy. U haligi bir siri yo'q hech qanday mol boqishda. Hamma o'ziga qulay sharoitda boqadi. Nima dedingiz aka? To'g'ri aytasiz aka, o'ta oddiy. Juda ham zo'r. Demak, bu mollarimizni necha kilogacha semirtiramiz, xudo xolasa? Inshaalloh shu 60 kilo, 70 kilo avval Xudoyu, Xudodan so'rab turibmiz. 100 kilogacha o'zgarishi mumkin. Men sayish ta'sirida. Bir oylik natijasi. Bir oylik natija 100 kilogacha o'zgarishi mumkin. Shu yaxshi niyat qilyapmiz. Inshaalloh. U holatga ham chiqadi, albatta. Uning uchun dozalarni ko'paytirishingiz kerak bo'ladi, aka. Ya'niki bitta butunni ham agar vesi normalniy 5-600 kilo u yoqda bo'ladigan bo'lsa, bitta butunni haydasa ham bo'ladi. Bitta butunni? Bitta butunni, ha. Ya'ni 10. 10 gram. 10ni, ha, 5 yoqdan 5 bu yoqdan qilib bitta butunni haydasangiz, voобще zo'r rezultat beradi. Qanaqa so'ziga bo'lar ekan-da, aka? Hammasi o'ziga boradi. Xo'p, Miosta H'ni qo'llab ko'rganlar bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Biz esa o'sha katta buqamiz bor, bitta. Bitta katta buqamiz bor. Buqamizni sizlarga ko'rsatib beramiz. Rezultatlarni. Bu yerda tarozilari bor. Har bitta mol kirib kelaturganda tarozida o'lchanadi va kirib keladi va shu bir xil tartibda yemlar deydi. Shuning uchun bu yerda mana o'zlari ham xolisona bemalol Miosta H'ni qo'llab ko'rganlardan keyin ikkitada, undan keyin rezultatni ko'rib turib va qolganlariga ham mana bemalol qo'rqmasdan endi qilyaptilar. Xudo xolasa yuzimiz yora. Aka, nima deysiz? Tavsiya berasizmi? Hammaga tavsiya qilamiz aka, xalq ham qilsin, semirsin, qo'llar chiroyli qilib aka, pul bo'lsin xalqda. Gap yo'q. Xudo xolasa, Alloh rozi bo'lsin. Shuning uchun sizlarga akalar bir dona bo'lsa ham olib, qo'llab ko'ring. Qo'yingiz, molingiz, otingiz, chorva hayvonlariga bemalol mana echki bo'ladimi, boshqami, hammasiga qo'llashingiz mumkin bo'ladi. Sizlarga hozir mana 85 kilo ves qo'shgan buqamizni oldida turibmiz. Xudo xolasa bundan ham ortiq qo'shishi mumkin edi. Qachonki
Bu hozir 1 yosh bo'ldi dedingiz, yil hisobida. Ha, yil hisobida. Yil hisobida aprel oyida mana 1 yoshga to'ldi. Agar bu kurak tishini buzgan bo'lganda, bu aniq 100 kilo ham qo'shishi mumkin edi. Shuning uchun ushbu buqamizni mana ko'rsatyapmiz zot uchun interes, qiziqib mana shuni mana olib qo'yishibdi, xudo xolasa. Toza qonli shvetsda, oq quloq, oq tumshuq, oy joningda. Mashalloh, ko'z tiymasa. Aytganingiz kelsin aka. Xudo xolasa, aka, bundan keyin tishni buzadi-ku, tishni buzgandan keyin xudo xolasa siz o'ylagan rezultatdan ham ko'proq bo'ladi. Xudo xolasa. Xo'p, bemalol mana ko'rishingiz mumkin. Bunga sherik qilib mana Qirg'iziston buqasidan qo'shib qo'yishgan. Va bularga mana Miostage qo'llanilgan. Bular degan hozir buni vesi necha kilo dedingiz? Buni vesi hozir 580 kilo aka. 580 kilo. Bunikichi? 530 kilo aka. 530 kilo. Hammasini ves tortib ko'ringan va shu yerda mana ko'rishingiz mumkin, natijalar bilan sizlar bo'lishyapmiz. Xudo xolasa, sizlarga ham mana shunaqangi holatda bemalol boqib ko'rish yoki boqay turgan bo'lsangiz, qo'llab ko'rishingizni so'rab qolgan bo'lardim. Bir dona bo'lsa ham oling va shu ikkita buqangizga qo'llab ko'ring. Xudo xolasa, sigir bo'ladimi, qo'y, ot farqi yo'q. Barchasiga o'zingizga yoqqanini faqat qo'llashdan oldin ichki tashqi parazitni обязательно va och qoringa qilishingizni so'rab qolgan bo'lardim. Sizga kattakon rahmat. Sog' bo'ling. Xudo xolasa, sizlarda ham bundan ham zo'r rezultatlar bo'lsin.